kasaba uyushmalarini korxona va tashkilotlarda mehnatga oid huquqlarni himoya qilishdagi jonbozligi alohida e'tirofga sazovor. Buni keyingi yillarda 500 mingga yaqin xodimning qonuniy huquqlarini himoya qilib, ularning foydasiga 267 milliard so'm undirib berilganini ham tasdiqlaydi. Shuningdek, ishdagi baxtsiz hodisalar tufayli jabrlangan 1000 nafar xodimga 35 milliard so'm tovon puli to'lab berilgan. Bundan tashqari, nohaq bo'shatilgan 13 ming xodim ishga tiklangan. Federatsiya tashabbusi bilan 2021-yilda Toshkent shahrida Markaziy Osiyo davlatlari kasaba uyushmalari kengashi tuzildi. 2023-yilda Samarqand shahrida Turkiy davlatlar kasaba uyushmalari tashkilotiga asos solindi. Federatsiyamiz o'tgan yili Xalqaro kasaba uyushmalari konfederatsiyasiga a'zo bo'lgani, uning dunyodagi mavqeini yangi bosqichga olib chiqadigan tarixiy voqea bo'ldi. Federatsiyaning ijtimoiy himoya, gender tenglikni ta'minlash, xodimlar va ularning oila a'zolarini sog'lomlashtirish, madaniyat va sportni rivojlantirish borasida sa'y harakatlarini ham to'liq qo'llab-quvvatlaymiz.